وهو الخلاق العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Qabul qilingan iftorlik ihsonlarni o'zing dargohingdan qabul etding. Iftorlik o'qilgan tilovat Qur'onlardan hosil bo'lgan savoblardan, Ramazonning fazilatidan Alloh duolarimizni qabul et. Mana shu duoga qo'l ochib turgan barcha azizlarimiz qalblarida o'zingdan so'ragan barcha yaxshiliklarni, ezgu maqsadlarni, talablarni Alloh o'zi hosil qilgin. Yurtimizda bo'layotgan xayrli ishlarni Alloh bundan ham ziyoda qilgin. Mana bu duolar Ramazondagi ro'zadorlarni qilayotgan duolarni fazilatidan Alloh yurtimizga barakotlarini bundan ham ziyoda qilgin. Mana oilalarimiz to'kin sochin. Ro'za Ramazon kunlarida mana dasturxonlarimiz hammasi to'kin sochin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, xonadonlarimiz hammamiz obod bo'lsin. Shu davrlarda shunday sharoitlarni chiroyli qilib yaratib bergan avvalo prezidentimizga rahmat. Mana hokimlarimizga, oqsoqollarimiz hammalariga rahmat.